Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, hurmatli obunachilar. Hamyurtlar qaranglar, mana Ramjon aka mendan bugun kelibdi. Mana bu yil 3-marta qo'yishingiz, xudo xolasa. 3-marta qo'yyapman. Foydasiga gap yo'q. Akamga rahmat, shunchalik narsani o'ylab topganiga mana yana olib ketyapman. O'tgan yilga qaraganda uzumlarim noling o'tgan yili vaqtliq sotdim, zo'r bo'ldi. Yana olib ketyapman, endi hozir chigitdek bo'lganda yana bir quyaman, xudo xolasa. Ancha kalibrini ham kattalashtirib, nimasini ham tezdan pishirar ekan. O'shanga qiziqdim men. Uzumdan shug'ullanay qolgan nima deysenlar? Qaysi payt qo'yish kerak ekan deb o'yladingiz o'zingiz? Uzumga shu noyabrda uzum tugatgandan keyin amal borligida quyish kerak ekan. Amal ovolar ekan, o'ziga uzum qish quvvatda. Mevani ko'proq qilib berar ekan, xudo xolasa. Bahordan zo'r ketar ekan meva. Mevani ko'paytirib oladi. Mevani ham ko'paytiradi, uzum ham baquvvat bo'ladi. Ha, xudo xolasa. Kaltil surishlari ham zo'r bo'ladi. Hammasiga foyda beradi. Hammasiga foyda beradi. O'tgan yil tekshirib ko'rganmiz kalibrlarni, Ram aka? Ha, tekshirganmiz. Bilam kech qoldik-da, bilam yanvarda qo'ydikmi birinchisini? Yanvarda, ha, yanvarda olib. Yanvarda 18-larimda shuni qo'ydi. O'shanda olib ketib qo'ydim. Hammaga barakatli bo'lsin. Mana uzumi borlar sho'r bo'lasizlar. Mana Ram akam Oltiariqda Oqbo'yrasidanmidi? Oqbo'yradan 3-marta kelish mana. Ishemaganlarga mana ko'rsatib qo'yib. Biz o'tgan yil sajda bermagan ekanmiz, o'tgan yilga kelgan ekanmiz, sajda bermagan. Mana bu yildan xudo xolasa mana videolarga chiqaramiz. 3-marta kelishi. Nimaga bu odamga bitta odam qaytib kelmaydi deb o'ylab qolmanglar. Mana kelgan odamlar bor. Ramaga. Albatta. Qaysi narsa ishonchlilik bo'lgandan keyin yaxshi bo'laverar ekan-da, ishonganimizdan kelyapti. Foydasini bilganimiz uchun kelyapti. Foydasi bo'lmasa, bir marta kelib qaytib kelmaydi. Salomat bo'linglar, oilalar. Oila yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Hammaga manfaatli bo'lsin. O'zim Alisherman. Salomat bo'linglar. To'g'ri videolarimiz ko'p video chiqaramiz, xudo xolasa. Salomat bo'linglar. Assalomu alaykum aziz birodarlar. Ma'lumot o'rnida degan edim. Bugun 21-may 2026-yil. Men Alisherman. Farg'ona viloyati Bo'yda tumanidanman. 5 yildan beri begimizdan shug'ullanyapman. Begimiz sharbatdan chiqarib qo'yganman 3 yil bo'ldi. Mana bu 4-yili, xudo xolasa. Begimiz sharbatdan litri 1000 so'm. Mana shu odam 3-marta olib ketyapti Ramjon aka. Ramjon aka bilan maslahat qildim, mana mashina xudo xolasa noyabr oyida qo'ysa, mevasiga qo'shadi deyapmiz. Ikkimiz ham maslahat qilib qolishga kelishdik. Har qanday meva daraxtga kuzda qo'ysa, noyabr oyida mevani olgandan keyin qo'ysa, daraxt uxlaydi deb o'ylaydi odam, daraxt uxlamaydi. Men sizlarga aytib qo'yay. Daraxt uxlamaydi. Tagiga qo'yib qo'ysam qochib ketolmaydi. Nimaga ma'qul deb mevaga qo'shaman desa, mevaga qo'shadi, shoqqa qo'shaman desa, shoqqa, gavdasiga qo'shaman desa, gavdasiga qo'shadi. Tagiga qo'yib qo'yganlar foyda. Men Ramjon akamga ketish shunaqa deb. U ham eski dehqon odam ekan, yoshi katta. Men dehqon emasman, men duradgor ustaman men. Men mana shu begimizga o'tganimga 5 yil bo'ldi. Takomillashtiryapmiz, xudo xolasa, mana quruq simesini ham chiqarib qo'ydik. Begimizning sharbati suyuqligini chiqarib qo'yganmiz, litri 1000 so'm. Quruq simesini chiqarib qo'yganmiz. Quruq simesini 6 qop 1 tonnaga hisoblaymiz. 1 tonna 6 qop 1 million pul bo'ladi. 1 tonna suyuqlikqa yetib qo'yaveradi. Uzoqlarga transportga oson bo'ladi, xudo xolasa. Yana nima degan edim? Mana uzum bog'i borlar, adashmanglar. Uzum bog'i bor, biz videolar ko'rsalar, uzum bog'i bor yigit Bo'yda rayonining Sho'rqishloqdan edi. Akramjonning uyida ko'rsatib qo'yganmiz. 7-8 sotik joyda ustini yopib desa qo'yardi. Foyda ko'rganidan, foyda ko'rmasa undan qilmaydi. Mana Ramjon aka mana kalibrlarni tekshirib ko'rdi. Men Oltiariqdan Oqbo'yrasidan ekan, Oqbo'yrasidan bir 20-30 odam keldi Ramjon akamning orqasidan. Bitta odam tekshirib ko'rmaguncha hech kim o'tmayapti. Mana Ramjon akam o'tgan yil tekshirib ko'rgan ekan, mana bu yil keldi. Mahallasidan 20-30 odam keldi. Oqbo'yradan. Yana boshqa joydan kelgan, endi asosan Oqbo'yradan kelyapti. Nimaga uyda tekshirib ko'rgan odam bor-da. Mana mana shu odamni 3-marta videoga chiqaryapmiz, o'g'inlar. Bu o'ylab qolmanglar, oldayapti deb. Oldasa o'zimiz oldaymiz. Xalq oldamaymiz. Xalq bir marta oldandan qaytib ketaveradi. Odam yo'qotib qo'yamiz. Sog'liqlarni qadriga yetinglar. Ayniqsa chesnok, piyoz, sabzi ekadigan odamlar katta miqdorda mineral o'qit ishlatadi-da, katta miqdorda ishlatadi. 20 milliongacha sotadi gektariga. Bizdan quysalar gektariga
5 millionga bormaydi. 15 million ishida o'zida daromad ko'rib bo'lasizlar. Salomat bo'linglar, shu ma'lumotlarni beray degan edim. Hamma yoqda aytdim, xudo xolasa. Cho'zilib qolsa diqqat qolasizlar. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik, sog'lig'ingizga qadriga yetinglar insonlar. Foydani qayta ko'rishni bilinglar.